Assalomu alaykum, dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan haqsiyar qarindoshlar. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, yaqindan beri Xitoyning zivoni bo'lgan har qaysi idora organlari, tashviqot o'rinlari Xitoy hukumatining vatanimiz Sharq Turkistonda yillardan beri millionlagan qarindoshlarimizni so'lab, irqiy qirg'inchilik yurgizgan. Shundaqla dunyoda o'xshi ko'rilmagan darajada kishilik huquq tafsirchiliklarni ibbogan jazo lagerlarini taqganliklarini bas-basda e'lon qilishmoqda. Shuning bilan birga Shuhrat Zokir Abduraqib Xitoyga o'xshagan vatan xoinlarini silib jazo lagerlarida tutilayotgan barcha qarindoshlarimizning o'z uylarida xotirjam, bayoshatliq, baxtli yashayotganlik tafsilatlarini o'ttirib qo'yishmoqda. Mushu munosabat bilan men vatanimiz Sharq Turkiston ishg'ol qilingandan beri Xitoy hukumatining xalqimiz ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiliklari, zulm sistemlarining qatorida meningmi bir oila kishilarimga haqsiz alsagan zulmlarning dengizdan bir tomchisiga guvohlik bermoqchiman. Mening ismim Hidoyat Musajan. Xitoy kimligidagi ismim Inoyat Musajan. Men 2014-yili Misrga o'qisa bilan chiqqan bo'lib, o'qishim 2017-yil qadar normal davomlashdi. 2017-yili vatanimiz Sharq Turkistonda millionlagan qarindoshlarimizni tutqun qilib, jazo lagerlari, turmalarga qamab qo'ymagan, qonxo'r Xitoy hokimiyati o'zining qor niyatini chet ellarda xotirjam yashayotgan, o'qiyotgan, tijorat qilayotgan qarindoshlarimizga qaratdi. Mushuning misoli sifatida 2017-yili 7-oyda Misrda qonunli holda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilari qarta umumyuzlik tutqun qilish harakati ilib berildi. Bu tutqun qilishda olimlarimiz, ulamolarimiz, ziyolilarimiz, yurt cho'nglarimiz, boylarimiz tutqun qilinib, Xitoyga qaytarildi. Shu kundan beri ularning og'uyti to'g'rilib, hech qanday bir xabar og'ilib bo'lmadi. Xitoy hukumatı o'zining iqtisodini, kuchini ishlatib, chet ellarda yashayotgan qarindoshlarimizni vatanimizga qaytarib, turmalarga, lagerlarga so'layotganligini shuni ko'rib olishga bo'ladiki, vatanimiz Sharq Turkistondagi, ya'ni nimish qilsa o'zining kuchi yetadigan, nimish qilsa o'zining qudrati yetadigan, nada bo'lsa o'zining qo'li orqali uni tutib kelalaydigan bir sharoitga qarindoshlarimizning naqadar azob uqubatda, naqadar qiyinchilikda, naqadar qiyin qistoq yashayotganligini normal bir aql egasi bo'lgan, ozroq bir vijdon sohibi bo'lgan har qanday bir kishi ko'rib olaydi deb qarayman. Men Allohning rahmati bilan bu tutqun qilish harakatidan qutulib 2017-yili 7-oyda Turkiyaga yetib keldim. Shu kundan beri Turkiya İstanbul'da yaşayapman. Men bugun dadam to'g'riliq guvohlik bermoqchiman. Dadam Musajan Ahmad 1970-yili G'o'ldishar Kepakyuz yezisida tug'ilgan. Dadam xizmatchi, normal bir tijoratchi. Shundaqla vatanimiz Sharq Turkistonda ko'p kishilarga tanishlik bo'lgan, to'ng'ilgan bir kishi. Men oxirgi qitim dadam Musajan Ahmad bilan 2017-yili 9-oyda paranglashgan payti nurg'ulg'an tirishchanliklarni ko'rsatgan bo'lsam-mu, oilamdan, dadamdan hech bir xabar olmadim. Yaqindan beri menga kelgan ba'zi uchurlarga asoslanganda dadam Musajan Ahmad 2017-yili 9-oyda chet elga sayohatga chiqqanlik, ya'ni 2014-yili meni yo'qlash sababidan Misrga sayohatga chiqqanligi, shuning bilan birga 4-bolasi bo'lganligi sababidan 2017-yili 9-oyda tutqun qilingan. Men shu munosabat bilan shuni aytib qo'yishni to'g'ri ko'rdimki, yaqinda hammamizga ma'lum bo'lganidek Xitoyning Turkiya Anqarada turishliq bosh konsul maslahatchisi Chang Mixua Turkiya tarafdorlariga bergan bayonotida vatanimiz Sharq Turkistonda yashayotgan xalqimizning nihoyatda hur, erkinlik ichida yashayotganligi, ularning nopus jihatda hech qanday bir cheklimga uchramaganligi to'g'risida nurg'un ma'lumotlarni berib o'tdi. Men shu munosabat bilan ulardan va shuningga aloqador barliq kishilardan shunday so'raymanki, navoda vatanimiz Sharq Turkistonga xalqimiz hech qanday bir nopus to'g'ri jihatda cheklimga uchramagan bo'lsa, dadam Musajan Ahmad nima uchun tutqun qilindi? Buning sababini tushuntirishni talab qilaman. Yanada buningdan azroq aqliba, kichkina bo'lsa vijdoni o'lmagan qarindoshlarimiz buningdan Xitoy hukumatining o'zining ichida nurg'ulg'an ishni qilib etibmi, nurg'ulg'an qatliamlarni yurgizibmi, nurg'ulg'an irqiy qirg'inchiliklarni elib beribmi, yanada xalqaro tarafdorlarning oldiga chiqib, yuzida dab-dab qilib qo'yib, o'zining noyat insoniylikka rioya qilayotganligi, o'zining noyat madaniyatli bir xalq ekanligi, o'zining ichidagi barliq xalqlarning o'rtaq bir shaklda, o'rtaq bir qonunga rioya qilgan asosda yashayotganligini deyiladigan darajada Xitoy hukumatining naqadar yolg'onchi, naqadar kazzobligini buningdan his qila oladi deb o'ylayman. Shuning bilan birga meni bu ekran orqali ko'rayotgan Badalmish Abdunum rayonlik davlat xavfsizlik
idorasi, atalmış Abdunum rayonluq jinoiy ishlar xavfsizlik idoralari, G'ul shaharlik davlat xavfsizlik idoralari, G'ul shaharlik jamoat xavfsizlik idoralari. Shundaqla meni bu ekran oldida ko'rayotgan barliq munosabatli kishilardan Dadam Musojid Ahmadni darhol qo'yib berishni talab qilaman. Oxirida yana bir narsani eskartib qo'yayki, hozirgidek dunyo taraqqiy qilib, yer sharini kichikgina bir kanat oldiga keltirib qo'ygan uchur davrda men Dadam Musojid Ahmad tutilgandan beri, ya'ni 2017-yil 9-oydan beri vatan bilan bo'lgan aloqam butunlay uzildi. Ya'ni shu kundan beri oilamdagilardan, urug' tuqqanlarimdan, qavmi qarindoshlarimdan, qo'shin qo'limlarimdan qaysilarining lagerlarda, ya'ni qaysilarining turmalarda, ya'ni qaysilarining hayot yoki o'lik qabrini qat'iy ololmadim. Shuning bilan birga Birlashgan Davlatlar Tashkiloti insoniy haq-huquqlarni qo'llash jamiyatlari, shundaqla dunyoning barliq joylaridagi haq-huquq, adolatni da'vo qilayotgan davlat, jamiyat, tashkilot har bir shaxsning o'zining mas'uliyati va majburiyatini ado qilishiga chaqiriq qilaman. Oxirida meni bu ekran orqali ko'rayotgan, bu ekran orqali mening ovozimni anglayotgan do'st birodarlarimdan, el og'inlarimdan, meni taniydigan va tanmaydigan, dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan, hur, erkin nafas olayotgan har bir qarindishimdan, shu tutqundagi qarindoshlari ustidan guvohlik berishinglarni, hozirgidek 21-asrda Xitoy zolim hukumatining vatanimiz Sharq Turkistonda naqadar jinoyatlarni ishlayotganligini, kishilik huquq dafsandichiliklarni, irqiy qirg'inchiliklarni yurgizayotganligini dunyoga fosh qilishinglarni, shuning bilan birga shu vatandagi xalqimizning naqadar qiyin qistoqlarga uchrayotganligini, naqadar zulmlarga duchor bo'layotganligini, hayvondan betar bir muomalaga duchor bo'layotganligini, yüz minglagan, millionlagan qarindoshlarimizning Xitoyning jazo lagerlarida, qorong'u turma kamerlarida chirib tugab ketayotganligini bizdan keyingi keladigan avlodlarga tirik bir isbot sifatida qoldirib qo'yishinglarni umid qilaman va tuvanchilik bilan so'rayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.